vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilib joylasharkan avval Quboga kelganlar. Qubodan Masjid-i Nabaviyga kelib, shu yerda keyin masjidlar qurgan. Vaqtlar o'tib Payg'ambar alayhisalom vafot qilib, o'rinlariga Abu Bakr Siddiq xalifa bo'ldilar. U kishi 2 yil xalifalik qildi. Keyin Umar ibn al-Hattob radhiyallohu anhu xalifa bo'ldi. Shu kunlarda birida bomdod namozida Umar ibn al-Hattob 10 yil xalifalik qilgan. Bomdod namozida namoz o'qiyotganda Abu Lu'lu'a degan kofir birinchi safga o'tib Umar ibn al-Hattob orqasiga xanjar urgan. Xanjar urgandan keyin Umar ibn al-Hattob ontariladi. Ontarilgandan keyin o'rniga imom bo'lib namoz tugagandan keyin birinchi turib so'ragani namoz nima bo'ldi? Ko'rdingizmi? Erkaklar Alloh subhanahu va taolo erkaklarni ar-rijalu qawwamun alan nisa, erkaklar ayollar ustidan boshliq. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldiga kelishdi. Yo Rasululloh, Allohga eng mahbub amal qaysi dedi? As-salatu vaqtiha. Vaqtida o'qilgan namoz. Ikkinchisi nima dedi? Birrul validayni, ota-onaga yaxshilik qilish dedi. Endi erkaklar ko'zinglarni kattaroq oching. Alloh taolo Tahrim surasida ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum naro va quduha an-nas wal hijara. Ey iymon keltirgan erkaklar, ahlingizni, farzandingizni, bola chaqanglarni yoqilg'isi va quduhan nas, yoqilg'isi toshdan va nimadan? Odamdan bo'lgan jahannamdan nima qilamiz ekan? Kimga ekan bu? Erkaklar. Nima uchun ular jo'natib aytmoqchiman. Erkaklar uyda amalli bo'lsa, erkaklar uyda hokim bo'lsa, erkaklar bir so'zli bo'lsa, erkaklarda hurmat bo'lsa, erkaklarda haqiqiy erkaklik g'urur bo'lsa, nima qilarki ayollarini jahannamdan saqlaydi. Buning uchun amal qilishimiz kerak. Va xosatan Umar ibn Hattob eslayapmiz. Payg'ambarimiz vafot qilgandan keyin Oysha onamiz aytib berdi. Rasululloh vafot qildilar. Hamma yo'q qayg'uga bordi. Yotgan joylariga, vafot qilgan joylariga taqdim. Eng yaqin birodari Abu Bakr billa hijrat qilgan, sabrda billa bo'lgan, dinga kirishligi bilan umrining oxirigacha Rasulullohdan ajramagan Abu Bakr vafot qildi. Jonlariga taqdim. Umar ibn al-Hattob eslab aytayaptiki, men odam jo'natdim Oysha onamizga. Va mo'minlarning onasi o'g'li aytayaptiki, agar izn bersangiz otamni ikkala birodarimni oldiga qo'ysa degan ekan. Shunda Oysha onamiz aytayaptiki, ey Abdulloh, bu joyda o'zim yopdim. Xalifa so'rabdi endi, mayli birodarlarni oldiga kelsin. Dedi 3-chi bo'lib Umar ibn Hattob. Bir kun anasining boriga aytib beradi. O'ng tomonida Abu Bakr, chap tomonida Umar Rasululloh bitta majlisga kirdi. Kirib aytdiki, Allohga qasam, ertaga qiyomatda birga tirilamiz dedi. Darslikni sekin-sekin boshidan boshlayapmiz. Nimaga endi birga tirilamiz deyapti? Nimaga birga yotibdi? Dunyoda ota-onam sizga fido bo'lsin yo Rasululloh. Million puli bor Abu Bakr dinga kirayotgan, oxirida hech narsa qolmadi. Umar ibn al-Hattob yog'lik ovqat yemasdan bukchayib qoldi. Kimga ergashdi? Makkadan zo'r uylarini tashlab Rasululloh orqasiga keldi. Ko'chada qoldi. Keyin sekin uyqu berishdi. Shularni evaziga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan dunyoda o'zida ham billa bo'ldi. Ertaga mashadagilarda hammasini orzusi Rasululloh bilan birga bo'laman dedi. To'g'rimi? Shu maqsadmi? İnşallah shunga yarasha bo'ladi. Haqiqiy amallik erkak bo'laylik. Bir so'zlik ayollarimizni himoya qiladigan, ayollarimizga amal bilan ko'rsatib beradigan va ayollarimizni jannatdan saqlaydigan haqiqiy namozda mustahkam, zakotlarimiz bo'lsa nisobda unda mustahkam, ro'zalarimizda mustahkam, farzandlarimiz tarbiyasida inshaalloh eng muhimi Rasulullohga bo'lgan muhabbat, yo Rasululloh sizni yaxshi ko'raman debki, xohlagan iflosligini qilgan bu ummat bo'lmaydi. Sizni yaxshi ko'raman degan odamchi hamma yoqqa chidaydi. Ko'zingizni yaxshi kattaroq ochib qo'ying. Hamma yoqqa chidaydi. Shuning uchun
Alloh taolo dunyo berdi. Alloh taolo mol dunyo berdi. Rasulullohga bermagan dunyoni siz bilan menga berdi. Endi Allohga shukr qilaylik va u shukrni adosini ibodat bilan bajaraylik. Quruq til bilan hech narsa o'zgarmaydi. Hozir biz shu uchala eng dunyoda va oxiratda ulamolar aytadi, payg'ambarlardan keyin eng afzal odam kim desa Abu Bakr. Undan keyin Umar. Shu yerga kiramiz inshaalloh, salomlarimizni chiroyli yetkazamiz. Yetkazib u kishining haqqiga salovat aytamiz. Eng yaxshi amal nima ekan? U kishiga salovat aytamiz. İnşallah hozir hammamiz to'p uchta bo'lib ajralmasdan kiraylik. Akikalarimizni yechamiz, salom eshigiga yetkazamiz. Kim kimga salom yo'llagan bo'lsa Rasulullohga berib, chiqib bitta maskan tutaylik. Biz ham 2 rakat namozlar o'qiylik, zamzamlar ichaylik. Peshin aytadi. Peshin o'qi inshaalloh. Yasin sayyor choy ichib, xonaga chiqib 1-2 soat amal qilsak asr. Kelishdikmi?